Bu Kadышева bozor. Shokolad, konfet, bijuteriyalar, mana ko'ringlar. Bijuteriyalar har xil. Xohlaganinglar bor. Busi, zakолки, приколки. Hamma narsa bor, ko'ringlar. Mana ko'ringlar, mana. Hamma narsa bor, mana ko'ringlar. Tomonni ham oling. Qaysi tomon yana bor? Yana bu yoq ham bor ekan, keling. Mana ko'ringlar. Ikkinchi etaj, aytib qo'ying sizlarga. Ikkinchi etaj, hamma narsa bor bu yerda. Zakолки, приколки, hamma narsa xohlaganinglar. Yurmanglar qidirib, qayerda bor ekan? Ipodrom kerak emas. O'zimiz Kadышевimizga kelamiz. Ketdik dальше. Здесь все бижутерии, что ли? Bijuteriyalar bor, hammanisi tirnoq, kiprik, kley, kiprikka qalam, hamma narsa, lak, tush, karandash, prikolki, zakолки, hamma narsa. Mana qizlarni qaranglar, hammasi o'ziga olib yotishibdi. Здесь это. Bo'lishi-chi? Идем. Endi hozir kelamiz tualetniy qog'ozlarga qaranglar, mana. Narxini ko'ringlar. 2,5. Краска для волос. Краска для волос. Hamma narsa средства для моющей ванны, туалет, унитаз, газ, все, что хотите. Приходите, берите второй этаж. Это для наших подписчиков. Специально мы пришли для вас, чтобы вот это вам все показать, что вы не искали, где вам взять приколки, заколки, всякие там моющие для средства, для ванны, все. Все здесь есть на Kadышева уже готово. Здесь по utrам nechidan qaymoq sutlar bo'ladi? 7dan bo'ladi. 7dan sut qaymoqlar bo'lar ekan. Hammasi домашнийmi? Firmaniki. Firmaniki домашнийmi? Mana домашний ekan. O'shaning uchun bemalol kelinglar. Uzoqqa bormanglar. Особенно Kadышева подписчикlar iltimos qilgani uchun sizlar uchun keldik. Mana pechenye, pirojnoye